Ketdi. Darslik kanaliga tashlab qo'yasizmi shu kanalga? Ha, darslik kanalimga tashlab qo'yaman. Xo'p, ketdi, boshladik. Xo'p, Fibonacci instrumenti mana bu shaklda bo'ladi. Mana bu shaklda bo'ladi. Buni hozir defaultni nastroykaga tushiramiz buni. Xo'p. Xo'p, default. Qatdan tushiramiz defaultni anaqaga. Ha, bo'ldi mana. Mana ko'rsanglar mana. Defaultni nastroykada xuddi shunaqa holatda chiqadi sizlarda. Fibonacci'ni nastroyka qilmasdan turib, xuddi shu holatda tushadi, ko'rinadi sizlarga. Fibonacci. Endi buni qanaqa foydalanasizlar? Xo'p, nima uchun, ya'ni Fibonacci nimaga Fibonacci sonlaridan tradingda biz foydalanamiz? Fibonacci sonlaridan bu nimani bildiradi bizga desanglar, bu o'sha matematik algoritmlardan tuzilgan, matematik formula orqali algoritmik zonalar hisoblanadi. Buni har bittasi. Ya'ni bu o'zi Fibonacci sonlar bitta tradingda emas, umumiy ishlatiladi. Grafik dizayn, boshqa balobatlar, короче, nima qanaqadir dizaynni yoki nimanidir ishlab chiqmoqchi bo'lsa, o'sha narsa ideal bo'lish uchun, ya'ni ideal bo'lish uchun bizga kerak bo'ladi Fibonacci sonlari. Xo'p, Fibonacci sonlarini grafikda, geometriyada mana bunaqa shakl bo'ladi, mana bunaqa to'rtburchak bo'ladi. Birinchi sonni xuddi shunaqa qo'shish orqali Fibonacci sonlari kechaveradi. Formulasi hozir baribir qiziq emas u formulasi sizlarga qanaqa ishlanadi balobatda. Buni anaqaga ChatGPT ga yozsanglar ham Fibonacci formulasi yozsanglar chiqarib beradi Fibonacci formulasini. Xullas grafikda bizada mana bunaqa ko'rinishga ega bo'ladi, ketaveradi spiralsimon holatda. Geometridagi chizilishi. Endi mana har bitta soni mana bu egriligiga to'g'ri keladi. Mana bunaqa bo'ladi. Mana buni to'rtburchak deb olsanglar, mohiyatan tushuntirib beraman. Mana buni to'rtburchak deb olsanglar, xo'p, birinchi aylana, mana birinchi boshlanish 0 nuqtasidan, 0 nuqtasi, xo'p, birinchi aylana 1 nuqtasidan aylanib, keyingisi 0,236 dan har bittasi aylanib ketaveradi. Keyingisi endi men to'g'ri chizib bera olmayman, xuddi mana shunaqa anaqa ichida aylanadi. Mana bunaqa qilib aylanadi. Tushundinglar? Buni har bitta mana bu joyi har bittasi Fibonacci'ni qaytaruvchi Fibonacci darajasi hisoblanadi. Ya'ni qaytaradi-da. Geometriyaga solib, o'sha formulani shuna chizmaga olsanglar, xuddi shunaqa holatda ketaveradi. Tushundinglarmi? Ko'rsanglar har bitta aylanasi o'shanda mana bu Fibonacci darajasiga to'g'ri kelib qoladi. Va bizda shu grafikada ham xuddi shu narsa foydalanadi, keng foydalanadi. Klassik traderlar ham, любой trader Fibonacci'dan xabari bor. Ya'ni o'zini professional traderlar deb o'zi professional traderman deb hisoblaydigan insonlar hammasi shu Fibonacci'ni biladi. Ya'ni xuddi shu, mohiyatan shuni beradi. Endi buni qanaqa foydalanamiz? Buni grafikda qanaqa foydalanamiz? Birinchi aytib o'tib ketaman, Fibonacci'ning ichki va tashqi darajalari bor. Shuni bilib olish kerak. Birinchi bilib oladigan narsamiz Fibonacci'ning ichki va tashqi darajalari. Fibonacci'ning ichki darajalari 0 va 1 orasidagi darajalar. Bular Fibonacci'ning ichki darajalari. Nomi bilan o'sha korreksiya Fibonacci, ya'ni korreksiya berish urinlarini aniqlab beradi. Impulsdan keyin mana hammaning xabari bor, impulsdan keyin korreksiya hosil bo'ladi, to'g'rimi? Hozir impuls korreksiya anaqasini aytaman. Tradingda shunaqa narsa bor, impuls korreksiya. Trend xoh bayda bo'lsin, xoh selda bo'lsin, narx impuls va korreksiya orqali harakat qilinadi. Biz shunaqa deymiz odatda. Mana impuls, mana trend agar bayga bo'lsa, o'suvchi trendda bo'lsa, bayga bo'lsa, up trendda bo'lsa, har doim impuls bayga bo'ladi, korreksiya selga bo'ladi. Ozgina korreksiya selga beradi. Impuls bayga, korreksiya selga, impuls bayga, korreksiya selga. Agar o'shani teskarisi bo'lsa, selga bo'lsa, impuls selga, korreksiya bayga, impuls selga, korreksiya bayga. Tushundinglarmi? O'z nomi bilan korreksiya Fibonacci, ya'ni korreksiya berish urinlarini aniqlab beradi. Ya'ni qaysi urindan korreksiya berish mumkin, o'sha urinlarni aniqlab beradi. Bu Fibonaccining ichki urinlari deyiladi. 0 dan 1 gacha bo'lgan
oralig'idagi uровеньlar, ya'ni darajalar, har bittasi Fibonacci darajalari, ichki darajalar. Endi Fibonacci tashqi darajalari bor. Bu nimani bildiradi? Bu ham korreksiya darajalari bildiradi. Buni ham korreksiya beradi. Ya'ni har bittasi 1618 ham, 2618 ham, tepada 3618 bor mana. 3618 ham hammasi korreksiya sonlari. Ichki diapazondan narx buzib ketadigan bo'lsa, tashqi Fibonaccining tashqi uровеньlaridan korreksiya berish kutiladi. Tushundinglar? Hozir endi общий defaultni Fibonaccidan aytyapman. Birdan tepasi, mana 1618, 2618, 1272 ishlatadi ko'plar. 2 darajasi bor. 1618 dan keyin 2 darajasi bor. Men bu atroflarga to'g'ri keladi. 2 darajasi men bu joylarga to'g'ri keladi. 2 darajasi bo'ladi. 2618 keyin 3 darajasi bo'lishi mumkin. Nastroyka hozir yoqilmagan, defaultni nastroykada turganicha aytaman. Bular tashqi darajalar, Fibonacci tashqi korreksiya darajalari, korreksiya uровеньlari. Endi bu bir-biridan farqi nima? Ichki va tashqiga ajratishdan farqi nima? Fibonaccining ichki darajalari ko'rsanglar bir-biridan unchalik darajada katta farq qilmaydi. Mana ya'ni bir-biriga juda ham yaqin bo'lgan darajalar hisoblanadi. Mana bir-biriga yaqin har bitta darajasi. Endi narx ichki diapazondan tashqariga chiqib ketadigan bo'lsa, tashqarida har bittasi xuddi shuncha katta diapazonda korreksiya berish kutiladi. Tushundinglar? Diqqat bilan u tushunsanglar, mohiyatdan tushunib olasiz Fibonacci. Keyin o'zingizlar xohlagancha nastroyka qilib, o'zingizlar xohlasanglar o'zingizlarni individual anaqa Fibonaccilarni ishlab chiqsanglar ham bo'ladi. Bemalol xohlagancha nastroyka qilib ishlatsanglar bo'ladi. Tushundinglarmi? Kimdandir Fibonacci nastroykasini tashlab bering deb yoki kimdir meni shaxsiy Fibonacci bu, shaxsiy nastroykam bu desa, keyin hayron bo'lib o'tirmaysizlar. Qanaqa nastroyka qilar ekan shaxsiy anaqa Fibonacci. Bo'ldi, ichki va tashqi darajalar bor ekan. Har bitta darajalar bular korreksiya berish kutilar ekan. Korreksiya berish kutilar ekan. Endi xo'p, trend yo'nalishini bilishinglar kerak. Birinchi oddiy korreksiya Fibonacci bor, oddiy daraja, oddiy foydalanish, korreksiyadan oddiy foydalanish. Buni asl foydalanish qanaqa bo'ladi? Men bularni o'chirib tashlayman. Endi qaranglar. Trendimiz agar uptrendda bo'lsa, ya'ni o'suvchi trendda bo'lsa, trendimiz mana o'suvchi yuqoriga qarab o'suvchi trendda. Mana o'suvchi trendda. Endi o'suvchi trendda qanaqa foydalanamiz Fibonaccidan? Trendni boshlanishi danger zonedan, ya'ni trend o'sha sizlar ishlatayotgan, ya'ni trendni boshlanishidan korreksiya berayotgan joyiga tortamiz Fibonaccining. Mana bir nuqtasini oldim va 0 darajasini olib boraman. Va endi qaranglar, mana oddiy defaultning Fibonacci'da mana bu sonlar chiqib keladi. Mana birinchi daraja 0,236 ekan. Keyingi daraja 0,382 ekan. 0,5 ekan undan keyingisi. Undan keyingisi 0,618, to'g'ri? Endi odatda treyderlar, ko'p treyderlar 0,5 zonasidan keyin ya'ni Fibonacci'ning golden zonasi deydi, golden zone deyiladi. 0,5, 0,618 va 0,786 ni buy uchun korreksiya berish darajasi deb ishlatishadi. Aksariyat ko'p holatlarda treyderlar xuddi shu zonalarni ishlatishadi. Tushundinglar? Buni ishlatsanglar bo'ladi, например, 236 ni ham, 0,382 larni ham ishlatsanglar bo'ladi buyga. Bu har bitta darajasidan reaksiya olib ketishi mumkin. Tushundinglar? Lekin 0,5 dan keyin ishlatadi, chunki win rate'ga to'g'ri keladi 0,5 dan keyin ishlatsa. Например, o'shatdan tortib stop loss take profit qo'ysa, target olib bersa, mana maksimum yetsa, 1/1 satnishini beradi o'shanda. Mana bir darajasidan pastda stop loss qo'yishadi. Mana bir darajasidan pastda qo'yishadi. Bu mana bunaqa ishlatishadi. Mana 1/1 satnishini beradi o'shanda. Endi
0.618 va 0.786 dan yoki 0.786 dan keyin ishlatishadi traderlar. O'shanda 1/2 soотношение ber. Anaqaga yaqin, minimumga yaqin o'sha darajani ishlatishadi. Bu просто tek oddiy narsa. Mana bu trend boshlandi. Mana trend kelyapti. Minimumdan maksimumga Fibonacci tortishadi. Ko'pchilik 0.5 zonasidan entry boshlaydi, ko'pchilik 0.786 dan entry boshlaydi. 0.5 dan boshlasangiz, ko'p holatlarda ushlab olasizlar, например. Chunki har doim 0.786 gacha kelib turib, keyin ketmaydi-da. Kelmasdan 0.5 dan yoki 0.618 dan ketib qolishi ham mumkin. O'shanda mana 0.786 dan entry qiladigan traderlar quruq qolib ketadi. Harakatdan quruq qolib ketadi. Bunaqa ishlatsa bo'ladi, u xato bo'lmaydi. Xato bo'lmaydi, farqi yo'q. Xolasangiz 0.5 dan ishlating, xolasangiz 0.786 dan ishlating. 0.786 dan ishlatsanglar, tipigacha mana maksimum urib berishgacha, tipigacha win rate 1/2, 1/2.5 bo'lishi mumkin. Win rate yaxshiroq bo'ladi. Soотношение yaxshiroq bo'ladi. 0.5 dan boshlaysiz, soотношение pasayadi. 1/1 soотношение bo'ladi. Tushundinglar? Farqi yo'q. Qaysi zonadan? Xolasanglar 0.236 dan kirib, entry qo'yib 0.382 ga stop loss qo'yinglar yoki 0 farqi yo'q. Xolagancha ishlatasizlar o'zingizlar, kuzatishingizga bog'liq, qanaqa ishlashingizga bog'liq. Tushundinglar? Mohiyat shunda. Mohiyat o'sha korreksiya, har bittasi o'sha korreksiya darajasini bildiradi. Bu kichkina time frame da M15 da yoki M5 da bu 0.5 dan yoki 0.3 dan yoki 0.7 dan entry qilganinglar katta ahamiyatga ega bo'lmasligi mumkin. Chunki umumiy zona qilib olinadi, golden zona, umumiy zona qilib olinadi. Lekin katta diapazonda, например, kunlik time frame da, haftalik time frame da olsanglar, bizga mana bu har bitta o'rin muhim, chunki kunlik, haftalik time frame da oraliq masofa juda ham katta bo'lib ketadi. O'shanda muhim, har bitta darajadan tasdiq olib turib keyin entry qilinadi. Mana va tushuntirib berishim uchun mana kunlik time frame ga o'tib turib, tillarni kunlik time frame ga o'tib turib, tillarni mana bittacha например, anaqa qilsam. Fibonacci ishlatadigan bo'lsam. Xo'p, minimumdan oldim, maksimumgacha Fibonacci tortdim va har bitta daraja menga muhim qaytgan darajasi. Mana, например, mana qaytargan darajasi. To'g'rimi? 0.618 darajasidan reaksiya olib ketgan ekan. 0.618 dan reaksiya olib ketgan ekan. To'g'rimi? Endi har bitta darajani o'rtasidagi masofa qancha? Har bitta darajani o'rtasidagi masofa, например, bu 400 pipslik. Eng anaqasi. Xo'p. Mana buni chizib qo'yganimni qaranglar. Bu bilan men misol uchun 618 bilan 786 ning orasidagi farq qariyb 600 punktli masofa, 600 pipsli masofa. Kattami, to'g'rimi? Prям biz golden zonaga 0.5 dan kelgandan entry qilvermaymiz. 400, 500, 600 pips farq qoldi. O'shanda biz например, entry qilishimiz mumkin 0.618 ga darajaga narx kelganda va kunlik time frame da ko'rdik. Kunlik time frame va Fibonacci darajasiga kelganda biz M15 yoki 1 soatlik time frame da tasdiq qaraymiz. Tasdiq izlashimizga to'g'ri keladi. Lekin biz M15 time frame da buni ishlatsak, hech qanaqa bir tasdiq kerak emas. Mana M15 time frame da ishlatadigan bo'lsak. Xo'p. Mana M15 time frame etilik bizga qanaqadir tasdiqlar kerak emas. Mana minimumni urgandan, men bu minimumni urgandan keyin, men maksimum bilan men minimumdan, bu katta masofa bo'lib ketar ekan. Xullas bir-biridan uzoq bo'lganda, men minimumni olganda etilik mana tortib ishlatsak bo'ladi Fibonacci. Mana tortib o'sha golden zonadan entryga qarasak bo'ladi. Prям entry qilsak bo'ladi. Bunda masofa qisqa, chunki вот, например, 15 dan 24 gacha qanaqa bo'lyapti? 90 pips, 100 pipsli masofa bo'lyapti. U bilan buni farqi bor-ku. O'shaning uchun katta diapazonda bu farq qiladi. Anaqasi, katta farq qiladi, katta diapazonda. Anaqa olishga to'g'ri keladi, baribirga ham tasdiq olishga to'g'ri keladi katta diapazonda. Xullas shu. Endi tashqi darajalar nimani vazifani bajaradi? Mana tushundik, korreksiya darajalari ketar ekan, например.
o'sha darajalardan narx tepaga qarab ketish kerak ekan, buy trendda bo'lsa. Endi unaqa bo'lmasa-chi? Mana trend o'suvchida har bitta darajadan, например, buyga kirishimiz mumkin ekan, to'g'rimi? Birinchi daraja birinchi kelishida yoki mana ikkinchi kelishida bunda ham shunaqa tortamiz. Bunda ham shunaqa tortamiz, to'g'rimi? Har bittasi xuddi shunaqa foydalanishimiz kerak ekan. Endi unaqa bo'lmasa-chi? Qachondir razvorot oladi-yu, to'g'rimi? Endi xo'p, Fibonacci'ni hamda tortdik. Korreksiya boshladi-da. Hamda korreksiya boshlanib kelganda Fibonacci'ni tortdik minimumdan maksimumgacha. Endi ishlamasa-chi? O'sha zonani buzib ketsa-chi? Mana golden zona korreksiya joyini buzib ketsa-chi? Buzib ketsa, keyingi mana buzib ketadigan bo'lsa, narx o'sha joyi buzib ketadigan bo'lsa, 1618 keyingi daraja bay uchun korreksiyaga aylanib qoladi. Bunday impuls uchun ishlayotgandik. Ya'ni korreksiya qaysi darajagacha borib, keyin yana impuls berishini aniqlayotgandik. Endi buni buzib ketadigan bo'lsa, keyin 1600 tashqi darajalar, mana Fibonacci'ning tashqi daraja, har bitta tashqi darajasi buni keyin bay uchun korreksiya darajani bildiradi. Keyin impuls sellga bo'lib ketaveradi, chunki minimum urdi-yu. To'g'rimi? Xuddi shunaqa foydalansa, mana tashqi darajasidan foydalanish xuddi shunaqani bildiradi. Buni пожалуйста, endi xohlagancha o'zingizlar nastroyka qilib ishlataverasizlar. Bu endi o'zingizlarni individual mahoratingizga bog'liq. Nima uchun bunaqa deyapman? Например, hozir 1618 ni tipiy vazifasida bajartirish uchun 1618 tipiy vazifasida bajartirish uchun mana qaranglar, nima bo'lishi kerak? Mana minimumni urgan bo'lishi kerak. Mana minimumni urgan bo'lishi kerak. Urgandan keyin 1618 ga yetmasdan narx qaytadi-yu. Yana например, mana bunaqa qaytadi-yu. Xo'p. Mana bir minimumni urgandan keyin 1618 ga bormasdan yana o'sha korreksion darajalarga qaytib keladi. Birinchi bay uchun bayga support vazifasi, qo'llab-quvvatlash darajalarini bildiradigan bo'lsa, keyin bu qarshilik darajaga aylanib qoladi. O'sha joydan keyin o'zi обязательно ketaveradi, 1618 ga qarab ketaveradi yoki 2618 ga qarab yoki 3618 ga qarab ketaveradi. Endi korreksiyalar bilan tushishi mumkin. Sellga baribir sell trendga aylanadi. O'sha joy, ya'ni birinchi bayga ishlamagan joy keyin sellga ishlaydi. Отбойный или пробойный de? Qonuniyat bor tradingda. Отбойный, любой strategiya ishlaydi, отбойный yoki пробойный. Mana birinchi отбойный ishlayotgandik, tegib qaytishiga ishlayotgandik. Ishlamasa пробойный buzib o'tib ketgandan keyin o'shani teskarisiga ishlaydi. Ishlab beradi. Bo'ldi shu. Любой strategiya o'shaning ustiga qurilib ketaveradi. Ana o'sha отбойный или пробойный ustiga qurilib ketaveradi. Oson buni. Tushunganlar o'sha tushunib oldi. Nima uchun 1618 ga doim borib beradi? Uni qayerda ishlatishni bilish kerak, xolos, bo'ldi. To'g'ri ishlatishni bilish kerak, bo'ldi, xolos. Bu bo'yicha darslik kanalda ham, shu kanalda ham, o'zimning darslik kanalimda ham bu bo'yicha tushuntirib berganman. Faqat endi to'liq strategiya shaklida tushuntirib bergan, mohiyat tushuntirmagan. Mohiyat shu. Xohlagancha nastroyga qilib oringlar endi. Muhammad aka, shunaqa ishlaydi. O'ladi. Offline kurslaringiz ham bormi? Yo'q, offline yo'q. Offline yo'q, faqat online. Online yo'q hozir. Aka, darslik kanalingizda nomi Mentor Esnar. Ha? TR Muhammad Vitda o'sha yerda bor. Mentor Esnar bor. TR Muhammad darslik kanal bor. O'zimni darsliklar, faqat o'zimni darslarim bo'ladi. Ha, o'shanga tashlab qo'yaman zapisini. Shu bolalar, mana hozir sizlarga o'rgatadigan narsam shu. Menimcha qo'ldan kelgancha tushuntirib berishga harakat qildim. Bundan ortiq hozir ham mana shuni xuddi shuni aniqladim mana. Fibonacci'ni oldim.
mana bir zonasida bayga ishlab berish kerak bo'lgan zona, lekin bayga ishlamagan. Selga stopini ushlagan mana. Qoida bo'yicha mana golden zonaga 0.5 dan kelib turib, keyin yana impuls berish kerak edi bayga, to'g'rimi? Unaqa bo'lmadi, qaytib ketdi mana. Qaytib 1618 ga bormadi, keyin mana narx hali bormadi-da, korreksiya beryapti tepaga. Va o'shandan men aytdimki, ya'ni xuddi o'shandan aytdimki, bu hozir yo bundan 1618 ga borib berish mumkin. Ya'ni o'sha target qilib ishlatsanglar bo'ladi. Keladi o'sha narxga keladi, o'sha darajaga narx kelib katta ehtimol bilan kelib beradi. Va o'sha narxdan bayga korreksiya ham berish mumkin. Ya'ni o'sha darajadan. Tushundinglar? Xuddi shunaqa foydalansizlar. Va xo'p, ko'rsanglar mana men bu danger zonedan emots time frame uchun agar mana sellga buzgan minimumni, narx o'sha yerdan sellga yurib minimumni yana bir marta buzib berish kerak, lekin unaqa buzib bermagan mana. Bunaqa tortganda to'g'ri tortdimi? Ha, to'g'ri tortdi mana. Narx o'sha joydan sellga yurib berish kerak edi. Mana narx o'sha joydan men narx pastga sellga yurib berish kerak, yana bir marta minimumni yengillash kerak, lekin unaqa yengilib bermadi minimumni. Yengilab bermagandan keyin 1618 ga kelib turib yengilab berish kutiladi. 1618 dan mana 1618 kelgan ozgina yetyapti o'sha zonaga. Men o'zi 1618 dan keyin ishlataman, bu yoqda kelib turib va korreksiya berib ishlagan. Bu yoqda ishlagan, yaxshi ishlagan. Xo'p, yana xuddi shunaqa holatlar. Bitta ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Mana minimumni olgan. Minimumni olgandan keyin yana bir marta minimumni yechib berish kerak, lekin yechib bermagan. To'g'rimi? Minimumni olib turib yechib berish kerak, yechib bermagan. Mana maksimum men minimumni urganda sellga o'zgargan va narx bu hududdan, ya'ni golden zonadan minimum anaqa yana bitta minimumni yechib berish kerak, lekin yechib bermagan. Yechib bermagani uchun narx xuddi o'sha darajaga chiqib, o'sha darajadan ketgan keyin mana. Korreksiya bergan o'sha darajadan. Men ko'pincha o'sha 1618 ni обратный разворот zona qilib ham ishlataman ko'pincha. Bu bo'yicha darslik ham qilib berganman sizlarga. Xo'p, yana hatto xuddi shunaqa buzib ketgandagi holat. Xo'p, mana bitta bo'lgan ekan. Yo'q, bu yerda unaqa emas. Yoki mana bitta. Minimum bor, to'g'rimi? Minimum bor. Minimumni urgandan keyin xo'p bir marta ishlab bergan, keyin yana bir marta ishlab berish kerak, to'g'rimi? Mana bitta narx tushuvchi trend harakatida narx shu yerdan sellga yurib berish kerak, to'g'rimi? Shu narx mana bu yerdan yana sellga harakat qilish kerak, to'g'rimi? Lekin sellga harakat qilmagan. Qaytib turib 1618 dan ozgina sellga harakat bo'lib turibdi. Rosa ozgina. Lekin yaxshi ishlab beradi bu. Juda ham zo'r ishlab beradi. Zo'r qaytarib beradi. Yoki mana bundan ko'rsanglar ham, buni ham tekshirib ko'ramiz. Bu backtest qilsanglar o'zi chiqib kelaveradi. Mana narx o'sha joydan bayga harakat boshlash kerak, to'g'rimi? Minimumdan maksimumga bayga harakat boshlash kerak edi. Lekin boshlamagan, buzib kelgandan keyin xuddi o'sha joy mana sellga TP'si 1618 dan keyin bayga razvorot. Vashi ideal ishlabdi bu joyda. Bular shunaqa backtest qilib, o'ylab, mana qilsanglar chiqib kelaveradi sizlarga anaqa hammasi. Vashi ideal bo'lib kelaveradi. Keyin tushunib olasizlar. Hozir sizlarga hamma anaqasini tushuntirib aytdim. Xo'p. Shu o'rtoqlar. Bormi? Ha?
Shu sizlarga aytadigan gapim va mana bu bosilmabdi, reaksiya bosilmabdi. Вообще. Undan keyin ko'p narsa tashlabdi. Xo'p, mayli, bo'lmasam shu, menga ajratilgan vaqt tugadi. O'rtoqlar, o'zinglarni ehtiyot qilasizlar. Xo'p.